أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Bakara suresi 180. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şerah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövəndə dextanlığa İbn Kəthir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uyğurca tercümesi Bakara suresi tefsirinin 180. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Eğer sizlerden bireylen ölüş aldıda köp mal kaldırsa, onun ata-anasıga ve hiç akrabalarga adillik bilen vesiyet kılışı takvadarlarının öteşki tegişlik burcu süptide perz kılındı. Vesiyetini anlığandan keyin kimki onu özgertidiken, onun günahı özgertkenlerge yüklenidi. Allah hakikaten hemmini anlap turğucudur. Hemmini bilip turğucudur. Kimiki vesiyet kılgıcının sevenliki yoki kasten natoğra kılganlıkını bilip, ulanın yani vesiyet kılgıcılar bilen vesiyet kılınğıcılarının arasını tüzep koysa, onunla hiç günah bulmaydı. Allah hakikaten mağfiret kılgıcıdır, nihayeti mehribandır. Ata-anaga ve urug tuqqanlarga vesiyet kılışkı buyurulganlığı, ondan onu mirasxo'rlarning haqqidagi ayet bilen emelden kaldırganlığı. Bu ayet ata-ana ve urug tuqqanlarga kaldırgan mal mülki to'g'risida vesiyet qilishga buyurishni o'z ichiga oladi. Vesiyet qilish mirasga buyuradigan oyat tushgandan burun vojib edi. Keyin mirasning oyati tushganda bu oyatning hukmi amaldan qoldirildi. Miras oyatida o'lchab qo'yilgan miraslarni uningga loyiq bo'lgan kishilarning vasiyatsiz oladiganligi Allah Teala tarafından bekitilgen bir perzge aylanıp kaldı. Şuna hadiste Amr ibn Haricinin mundaq deganligini rivayet kıldı. Men Peygamber aleyhisselamның tebliğ kılıp etip, şübhisizki Allah Teala hem hak egisiga tegishlik haqqını verdi. Miras alıdığan kişi üçün vasiyet kılış yok. Yani onun için vesiyet kılınması mı, o özünün mirasdaki hakkını alıdı. Degenlikini anladım. İmam Ahmed Muhammed İbn Sirin'in mundaq degenlikini rivayet kıldı. İbn Abbas Bakara suresini okup oturup, eğer sizlerden bireylen ölüş aldıda köp mal kaldırırsa, onun ata-anasıga ve hiç akrabalarga adillik bilen vesiyet kılışı taqvadarlarning o'tashga tegishlik burchi süptide perz qilindi degan oyat kelganda, bu oyatning hukmi amaldan qoldirildi dedi. İbn Abbas radıyallahu anhumaning shundaq deganligini Said ibn Mansur ve Hakim özlerining kitaplarida rivayet qilishdi. Eğer sizlardan bireylen ölüş aldıda köp mal qoldirsa, onun ata-anasıga ve hiç akrabalarga adillik bilen vesiyet kılışı taqvadarlarning o'tashga tegishlik burchi süptide perz qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida İbn Abu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivayet qildi. Bu oyatning hukmi Allah Teala'nın ata-anası ve tuqqanları qoldirgan mirasda, yani meyitning tarakisida erlerning hassi var, ata-anası ve tuqqanları qoldirgan mirasda ayollarning mu hassi var. Meyli o yani tereke az bolsun
yoki ko'p bo'lsin, har odam Allohning adil shariatida belgilangan hassini oladi degan oyati amaldan qoldirildi. Uningdan boshqa nurg'unlagan olimlarning bu oyatning hukmini yuqoridagi oyat o'zgartib etdi deganligi rivoyat qilindi. Miras tegmaydigan urug' tuqqanlari uchun vasiyat qilishning durustligi. Miras tegmaydigan urug' tuqqanlari uchun mol mulkning 1/3 hissasini vasiyat qilish mustahabdir. İbn Umar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vasiyat qilish to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir narsani vasiyat qilib qoldiray deb o'ylagan musulmonning uni yezib, yenida qo'yib qo'ymasdan 2 kechini o'tkazib o'tish haqqi yo'q. İbn Umar mundaq deydi: "Men bu so'zni Payg'ambar alayhisalomdan anglagan vaqtdan boshlab bir kechini o'tkazsam, mening shu kechidagi vasiyatim yozilib turadi." Vasiyatning normal bo'lishi to'g'risida. Hadis kitoblarida mundaq deyildi: Said degan sahoba Payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, mening melim ko'p. Menga bir qizimdan boshqasi mirosxo'r bo'lmaydi. Uning birla qizi bor edi. Men melimning 3/2 hissasini boshqalarga vasiyat qilib qoldirib qo'yaymi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom "Yo'q" dedi. U "Yarmini-chi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom "Yo'q" dedi. U 1/3-ni-chi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom 1/3 bo'lsin. 1/3mi jiqtor. Ballaringni kishilardan bir narsa so'raydigan faqir holatda qo'yib ketkicha boy holatda qo'yib ketkining yaxshi dedi. İmam Buxoriy İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kashki kishilar vasiyat qildigan mol mulkini 1/3ni vasiyat qilishdan 4/1ni vasiyat qilishga tushirgan bo'lsa-kan. Chunki Payg'ambar alayhisalom 3 hissasining birini jiq degan. Vasiyatni anglagandan keyin kimki uni o'zgartirgan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ya'ni vasiyatni o'zgartib, uningga bir narsa qo'shib qo'ysa yoki uningdan bir narsani kamaytirib etsa yoki uni yoshirsa, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas boshqalar mundaq deydi: Vasiyat qilib qo'yib o'lib ketgan kishiga ajr bo'laverdi. Gunohi vasiyatning miqdorini o'zgartib etgan kishilarga bo'ladi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ya'ni Allah Taala o'lib ketgan kishining nimani vasiyat qilganligini va uni boshqalarning o'zgartib etganligini bilib turg'uchidir. Kimki vasiyat qilg'uchining savanligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning ya'ni vasiyat qilg'uchi bilan vasiyat qilinuvchilarning orasini tuzab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. İbn Abbas, Abu Aliya, Mujahid, Zahhak, Rabi ibn Anas ve Suddi qatorliqlarmi Allah Taolaning oyatidagi savanligi degan so'zning ma'nosi xatolik degan bo'ladi deydi. Bu vasiyat qilish jarayonida bo'lib qolgan hamma xatoliklarni o'z ichiga oladi. Oyatning ma'nosi ya'ni vasiyat qilguvchi qasdan yoki savanlik bilan o'z mirosxo'rlaridan birini unutib qolgan yoki biriga mirosni jiq berishga vasiyat qilishdek xatolik o'tkazgan bo'lsa, uni tuzitish va islom dinida belgilangan holatga keltirish uchun u vasiyatnomani o'zgartgan kishiga vasiyatnomani o'zgartganligi uchun gunoh bo'lmaydi. Chunki u xatoni tuzitish uchun o'zgartgan bo'ladi.
vasiyat qilganda odillik qilishning fazilati. Abdurrazzaq Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki bir kishi 70 yil yaxshi kishilar qiladigan yaxshi amalni qiladi. Ondan u vasiyatida zulm qiladi. Ondan uning umri yomon ish bilan oxirlashadi-da do'zaxga kiradi. Bir kishi 70 yil yomon kishilar qiladigan ishni qiladi. Ondan vasiyatida odillik qiladi. Uning umri yaxshi ish bilan oxirlashadi. Shuning bilan u jannatga kirdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu agar xohlasanglar Alloh taolaning ayni shular Allohning belgilamalaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qilguvchilar zolimlardir degan oyatini o'qinglar dedi. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgarikilarga, ya'ni ilgariki ummatlarga roza farz qilingandek, sizlarga Ramazon rozasi farz qilindi. Bu farz qilingan roza sanoqli kunlardir. Sizlardan kimiki kasal yoki safar ustida bo'lib roza tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Rozini qerilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idak tamoq fidya berishi lozim. Kimiki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'z uchun yaxshidir. Agar bilsanglar roza tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Roza tutishga buyurish. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarning niyatlari va dillarini yomon xislat va nachar axloqlardan tozalash yuzasidan ularni roza tutishga, ya'ni tong yorishdan ilgariki vaqtdan boshlab kun o'ltirib bo'lg'ichi bo'lgan oraliqda bir narsa yeyish, ichish va jinsiy munosabat o'tkazishdan saqlanishga buyurdi va rozini mu'minlarga farz qildi. Farz qilgandek ulardan ilgari o'tgan kishilarga farz qilganligini, ularning mu'minlarga ulga ekanligini va mu'minlarning bu farzni to'liq ado qilishda ilgirkilardan bakrak tirishishi kerakligini bayon qildi. Alloh taolo bu ummatning farzlarini ilgirkilardan yaxshiroq ado qilishi uchun mundaq deydi: Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qiladi. Ya'ni bütün insonlarni bir dinda qiladi. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiranglar. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgarikilarga, ya'ni ilgariki ummatlarga roza farz qilingandek sizlarga Ramazon rozasi farz qilindi. Chunki roza niyat va dillarni paklab, shaytonning odamga bo'lgan vasvasasini azaytadi. Roza shaytonning vasvasasini azaytadiganligi uchun payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Ey yoshlar jamiyasi, sizlarning ichinglardan to'y qilishga qodir bo'la oladiganlar to'y qilsin. To'y qilishga qodir bo'la olmaydiganlar roza tutsin. Roza uning shahvatini keskichidir. Ondan Alloh taolo rozining miqdorini va kishilarga ig'ir kelib uni ado qila olmay qolmasin deb uni sanoqli kunlarga farz qilganligini bayon qildi. İmam Buxoriy va Muslim Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Muharram oyining 10-kuni roza tutiladigan kun edi. Keyin Ramazon oyining rozasi farz qilindi. Muharram oyining 10-kunida xohlagan kishi roza tutadigan va xohlagan kishi tutmaydigan bo'ldi.
ro'zini qerilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berish lozim. Muaz radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ro'z tutishga buyurilgan vaqtning boshlarida xohlagan kishi ro'z tutatdi. Xohlagan kishi ro'z tutmay, har bir ro'zni tutmagan kuni uchun bir miskinga taom bersa bo'ladi. Shuningdek, Imom Buxoriy Salima ibn Akvaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning ro'zini qerilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berish lozim degan oyati nozil bo'lganda, uningdan keyingi oyat nozil bo'lib, buning hukmini amaldan qoldirguncha xohlagan kishi ro'z tutmay, bir kunligi uchun bir miskinga taom bersa bo'ladi. Ubaydulloh Nafi'dan İbn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning hukmi amaldan qoldirilgan. Kimiki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ro'za tutish sizlar uchun og'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Ya'ni olimlar bu oyatdan keyingi sizlardan kimiki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin degan oyat tushib, uning hukmini amaldan qoldirib o'tkicha, xohlagan kishi ro'za tutadi va xohlagan kishi ro'za tutmay, har bir kunlik uchun bir miskinga yemek beradi dedi. Ojiz va yashangan kishilarning ro'za tutmay, uning o'rniga fidya bersa bo'ladiganligi. Ro'zini qerilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berishi lozim. Imom Buxoriy bu oyat haqida Atodin İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyatning hukmi amaldan qoldirilmadi. Balki bu oyatning hukmi ro'z tutay desa tutalaydigan va lekin qiynalib qoladigan qeri ayollarga xos qilingan bo'lib, ular ro'z tutmagan har bir kun uchun bir miskinga taom berdi. Shuningdek, boshqalarmu Said ibn Jubayrdan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yuqorqidek deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbas va boshqa salaf olimlarining ko'z qarashicha, Alloh taolaning sizlardan kimiki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin degan oyati bilan hamma kishining ro'za tutishi farz qilinganligi uchun yuqorqi oyatning hukmi tan salomatligi yaxshi, musofir emas kishi uchun amaldan qoldirildi. Ya'ni tan salomatligi yaxshi, musofir emas kishi cho'qim ro'za tutadi. Ammo ro'za tutishga qodir bo'lolmaydigan qeri kishilar ro'za tutmasimi bo'ladi. Qazosini qilishga mumkin bo'lmasa, qazosini qilmaydi. Balki u har bir kun uchun bir miskinga taom beradi. Ya'ni bu oyatning hukmi qeri kishilar uchun kuchga ega. Imom Buxoriy bu so'zni tanlab mundaq dedi. Qerib qolgan kishi ro'za tutishga qodir bo'lolmasa, ro'za tutmay miskinga taom beradi. Chunki Anas radhiyallohu anhu qergandan keyin bir yil yoki 2 yil Ramazon oyining har bir kuni uchun bir miskinga non va go'sht berib ro'za tutmagan edi. Qeri kishilarga o'xshash qo'rsoq ko'targan va bola emitib boqqan ayollarmu agar ro'za tutsa, o'zlariga yoki bolalarga biroz ziyon yetib qolishdan qo'rqsa, ro'za tutmay qazosini qiladi. Har bir kun uchun bir miskinga taom bersa bo'ladi degan ko'z qarashlarmi va har bir kunga bir miskinga taom berish bilan birga qazosini qiladi degan ko'z qarashlarmi bor. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Baqara surasi tafsirining 184-oyatigacha o'qidik. Qolganini
keyingi xitimda davomlashtirib o'qiymiz inshaalloh. Va axiru da'vana valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.